Ular menga oltin uzuk taqishdi, lekin u barmog'imni emas, butun umrimni kishanladi. O'sha kechasi men kelinlik libosida emas, o'z taqdirimning marosimida o'tirardim. Tashqarida karnay-surnay yangirardi, ichimda esa bir narsa jimgina o'lib borardi. Va men bilardim, bu xonadan chiqqan qiz hech qachon ortiga, o'sha tinch hovliga, daraxt tagida meni kutib turgan yigitning oldiga qaytib bormaydi. Lekin men bilmagan bir narsa bor edi. U meni kutadi. Yillar emas, umr bo'yi kutadi. Olcha daraxti tagidagi va'da bahor edi. Havoda olcha gullarining mayin hidi tarqalgan, qishloqning tor ko'chalari yangi yog'ingarchilikdan keyin yumshab, oftob tagida bug'lanardi. Oydin 17 yoshda edi o'shanda. Uning sochlari uzun, qop-qora, beli barobar tushib turardi. Yuzida bolalikning soddaligi bilan ayollikning ilk nuri qorishib ketgandi. Ular hovlining eng chetidagi keksa olcha daraxti tagida o'tirishardi. Bu daraxt ularning butun bolaligining guvohi edi. Kichkina paytlari shu yerda yashirin machoq o'ynashgan. Keyinroq shu yerda kitob o'qishgan. Endi bu yerda ular bir-birovga termulib o'tirishardi. Oydin, dedi Sardor sekin, ovozi bir oz titrab. Men bir narsa aytmoqchiman. Anchadan beri aytolmay yuribman. Oydin boshini ko'tardi. Uning ko'zlarida quyosh nuri o'ynardi. Ayt Sardor, sendan men nimani yashirardim? Sen mendan nimani yashirarding? Yigit qo'ldagi olcha shoxchasini aylantirib uzoq jim qoldi. Keyin chuqur nafas oldi. Men muhandis bo'laman. Shaharga o'qishga kiraman, diplom olaman, keyin qaytib kelaman. Senga munosib bo'lib qaytaman. Otamga aytdim, kelasi yil Sochi boramiz dedi. Faqat sen kutasanmi? Meni kutasanmi, Oydin? Oydinning yuragi bir lahza to'xtab qolganday bo'ldi. U shuncha yildan beri shu so'zlarni kutgandi. Tomog'iga bir narsa tiqildi. Javob berish o'rniga u faqat bosh irg'adi. Keyin ovozi titrab chiqdi. Sardor, men seni bolaligimdan beri kutyapman. Yana qancha kutish kerak bo'lsa kutaman. 100 yil bo'lsa ham. Sardor jilmaydi. U qo'lini cho'zib, daraxt po'stlog'iga 2 harfni o'yib yozdi. S va O. Atrofiga yurak chizdi. Mana, dedi u. Bu daraxt biz qarguncha turadi. Biz unutsak ham, u unutmaydi. O'sha kuni ular daraxt tagida uzoq o'tirishdi. Kelajak haqida gaplashishdi. Sardor qanday uy qurishini, Oydin qanday bog' yaratishini, bolalari qanday bo'lishini orzu qilishdi. Oddiy, kambag'al bo'lmagan, ammo hashamatsiz orzular. Lekin shu orzularda butun bir umrning baxti yashirin edi. Oydin uyga qaytayotib butun yo'l davomida jilmayib bordi. U hech qachon bunchalik baxtli bo'lmagandi. U bilmasdi, bu baxt uning hayotidagi eng so'nggi beg'ubor quvonch ekanini. Chunki o'sha kechasi Oydin shirin tushlar ko'rib uxlayotgan paytda mehmonxonada uning otasi Karim ota chuqur o'yga botib o'tirardi. Uning ro'parasida bir piyola sovigan choy va bir konvert turardi. Konvert ichida eski qarz tilxati va o'sha tilxatning ostida do'sti Akram boyning imzosi bilan birga yana bir narsa yozilgandi. Karim ota qo'llari bilan yuzini berkitdi. Uning yelkalari titrardi. Chunki u allaqachon bir va'da bergandi. Qizining go'zalligini ko'rib Akram boy yarim hazil, yarim chin aytgan so'zlar endi bo'g'ziga tig' bo'lib qadalardi. Karim, sening qizing mening o'g'limga kelin bo'lsa, men o'rtamizdagi hamma narsani unutaman. Qarz ham, gina ham, hammasi bitadi. Qudalashamiz do'stim, so'zingda turasanmi? Va Karim ota o'sha kuni mast bo'lganmi yoki qarz o'g'irligidan ezilganmi, ha degandi. Bir og'iz ha. O'sha bir og'iz so'z qizining butun umrini belgilab qo'yganini u hali bilmasdi. Otaning qarzi. Oradan 3 oy o'tdi. Sardor shaharga ketdi. U har hafta xat yozardi. Oydin xatlarni yostig'i tagiga yashirib, kechalari qayta o'qirdi. Bir kuni Sardorning xatida shunday so'zlar bor edi. Oydin, otam keyingi oyda Sochiga borishga rozi bo'ldi.
Men hammasini hal qildim. Endi biroz sabr qil. Bu yozning oxirida biz unashtirilamiz. Men bu kunlarni sanab yashayapman. Oydin xatni o'qib quvonchdan yig'lab yubordi. U onasi Robiyaga yugurib bordi. Oyjon, Sardor sovchi yuborarkan. Bu yoz. Lekin onasining yuzi oqarib ketdi. U qizining quvonchli ko'zlariga qaray olmadi. Boshini quyi solib, faqat shivirladi. Qizim, otang bilan gaplash. Avval otang bilan. Oydinning quvonchi birdan sovuq shamol urganday so'ndi. Nima bo'ldi, oyi? Nega bunday deyapsiz? O'sha kechasi Karim ota qizini chaqirdi. U xonada yolg'iz o'tirar, qo'lida o'sha eski choy piyolasi edi. Oydin kirib kelganda u qiziga qaray olmadi. Oydin, o'tir qizim. Men senga bir narsa aytishim kerak. Oydin o'tirdi. Yuragi nimanidir sezgandek tez ura boshladi. Sen Akram boyni bilasan. Mening eng yaqin do'stim. Yoshligimizdan birga o'sganmiz. Bir paytlar men og'ir ahvolga tushganimda u meni qutqargan. Katta pul bergan. Sening tug'ilishing, bu hovli, hamma narsa o'sha pul bilan bog'liq. Oydinning qo'llari muzlay boshladi. Ota, nega buni menga aytyapsiz? Karim ota chuqur xo'rsindi. Uning ko'zlari yoshlandi. Chunki men unga so'z berganman, qizim. Sen uning o'g'li Bahodirga turmushga chiqasan. To'y kuzda bo'ladi. Xona jimjit bo'lib qoldi. Faqat devordagi soat chiqillardi. Oydin bir muddat hech narsa anglamadi. Keyin so'zlar ma'nosi yuragiga yetib bordi va u o'rnidan turib ketdi. Yo'q ota, men Sardorni sevaman. Men unga so'z berganman. Sardor sovchi yuboryapti, ota. Bu yoz. Bo'ldi. Karim ota o'rnidan turdi, ovozi qaltiradi. Bu masala hal bo'lgan, Oydin. Mening so'zim so'z. Men do'stimni sharmanda qila olmayman. Sen buni tushunishing kerak. Tushunish? Oydin yig'lab yubordi. Siz mening butun umrimni bir qarzga sotyapsiz. Men insonman, ota, mol emas, qarzga beradigan. Karim ota qizning yuziga bir tarsaki tushirdi. Birinchi marta. U umrida qizni urmagandi. Tarsakidan ko'ra otaning ko'zlaridagi nochorlik Oydinni ko'proq ezdi. Bor, xonangga bor, dedi ota titrab. Bu masala tugadi. Oydin o'z xonasiga yugurib kirib, eshikni yopdi va polga cho'kdi. U butun tun yig'ladi. Sardorga necha bor xat yozmoqchi bo'ldi, lekin qo'li bormadi. Nima deb yozardi? Otam meni sotdi debmi? Ertasiga ertalab Oydin hovuzda yuz yuvayotganda devor ortidan qo'shni xotin Saodatning ovozi eshitildi. U boshqa ayol bilan gaplashardi. Eshitdingmi? Karim akaning qizini Akram boyning o'g'liga berarkan. To'y kuzda emish. Voy, boy oilaga tushadi-ya qiz. Baxti bor ekan. Oydinning qo'lidagi suv to'la tos yerga tushib sindi. U devorga suyanib qoldi. Demak, butun qishloq allaqachon bilardi. Hamma bilardi, faqat Sardordan boshqa. Va Sardor hali ham sovchi yuborish rejasini tuzib o'tirardi. Bu yozni sanab. Oydin o'sha zahoti qaror qildi. U Sardorga aytish kerak. Tezroq. Bir kun ham kech bo'lmasdan. Sukutdagi nikoh Oydin xat yozdi. Qo'llari titrab yozdi. Sardor, meni kechir. Mendan ko'ra taqdir kuchli ekan. Otam meni boshqaga va'da qilgan ekan. Men bilmagandim. Men qarshilik qildim, lekin foydasi bo'lmadi. Sen mendek baxtsiz qizni unut. O'zingga loyiq, ozod bir qiz top. Men seni hech qachon unutmayman. Bu mening yagona haqqim. Alvido, Oydin. U xatni pochtaga tashlash uchun yo'lga chiqdi. Lekin yo'lda otasining yollagan odami, uning ukasi Jasur uni kuzatib turardi. Karim ota qizining hech kim bilan aloqa qilmasligini buyurib qo'ygandi. Xat Sardorga yetib bormadi. U Jasurning cho'ntagida qoldi. Keyin esa o'choqda yondi. Shu tariqa Sardor hech narsadan bexabar shaharda o'qib yurardi. U Oydinga yozgan xatlariga javob kelmayotgandan hayron edi. Lekin balki bandlar, balki onasi xat tashishga qo'ymayotgandir deb o'zini ovutardi. Kuz keldi. O'lcha daraxtining barglari sarg'ayib to'kila boshladi. To'y kuni belgilandi. Oydin o'sha kunlarda go'yo ruhi tanasini tark etganday yurardi. U ovqat yemasdi, gapirmasdi. Faqat derazadan tashqariga olcha daraxti tomonga termilib o'tirardi. Onasi uning oldiga kelar, sochini tarar, yig'lardi. Lekin bironta so'z ayta olmasdi.
chunki onaning ham qo'lidan hech narsa kelmasdi. Oyi, dedi bir kuni Oydin sokin ovozda. Siz meni sevasizmi? Robiya ona qizini bag'riga bosdi. Sendan boshqa kimim bor qizim? Albatta sevaman. Unda nega meni qutqarmaysiz? Nega? Bir og'iz yo'q desangiz bo'lmaydimi? Ona javob bera olmadi. Uning sukuti eng achchiq javob edi. To'y kuni keldi. Hovli to'la mehmon, karnay-surnay, oltin liboslar. Oydin kelinlik libosda o'tirardi. Uning yuzi oppoq, ko'zlari bo'm-bo'sh edi. Yonidagi ayollar uni maqtashardi. Voy, qanday go'zal kelin. Bahodirjon baxtli ekanda. Boy oilaga tushyapsan qizim, duo qil. Oydin hech nimani eshitmasdi. Uning qulog'ida faqat bir ovoz jaranglar edi. Sardorning ovozi. Sen meni kutasanmi, Oydin? Va u ichida javob berardi. Kutaman, Sardor. Boshqa dunyoda bo'lsa ham kutaman. O'sha paytda hovli darvozasi oldida shovqin ko'tarildi. Bir yigit ichkariga kirmoqchi bo'lardi. Eshik og'asidagi odamlar uni to'sib turishardi. Bu Sardor edi. U to'y xabarini bir kun oldin qishloqdan kelgan tanishdan eshitgandi. Hamma narsani tashlab tunu kun yo'l yurib kelgandi. Uning yuzi oqargan, ko'zlari yongan edi. Oydinni ko'rishim kerak. Faqat bir marta, bir og'iz so'z, qichqirardi u. Karim ota chiqdi. U Sardorga qaradi. Otaning yuzida ham azob bor edi, lekin u qat'iy turdi. Ket bolam, dedi u past ovozda. Bu yerda senga o'rin yo'q. Oydin endi boshqaning xotini. Uni tinch qo'y. Uni va o'zingni qiynama. Siz uni sotdingiz. Sardorning ovozi yorilib ketdi. U meni sevardi. Biz so'z berishgandik. Bor degandan keyin bor. Karim otaning odamlari Sardorni darvozadan itarib chiqarishdi. Sardor darvoza tashqarisida sovuq yerga cho'kdi. Ichkaridan karnay ovozi, kulgi, shovqin eshitilardi. Va o'sha shovqin ichida uning sevgan qizi boshqaning xotini bo'layotgandi. U boshini tizzasiga qo'yib, bir bola kabi yig'ladi. Oydin esa ichkarida o'tirar, derazadan tashqariga qaramoqqa ham qo'rqardi. Lekin uning yuragi sezardi. U bilardi, Sardor kelgan. U yaqin joyda. Va ular bir-birovga shunchalik yaqin bo'la turib, butun bir umr uzoqlikda edilar. O'sha kechasi Oydin yangi uyga, Bahodirning hovlisiga olib ketildi. Eshik ortida olcha daraxti yolg'iz qoldi. Uning po'stlog'idagi S va O harflari, atrofidagi yurak chizmasi endi faqat o'tmishning soqovi guvohi edi. Oltin qafas Bahodirning hovlisi katta, hashamatli edi. Marmar pollar, oltin chiroqlar, bog'ida favvoralar. Lekin Oydin bu uyga qadam qo'ygan birinchi kechasidayoq angladi. Bu uy sovuq edi. Hashamat ko'p, mehr yo'q. Birinchi kechasi Bahodir uyda yo'q edi. Oydin kelinlik xonasida yolg'iz o'tirdi. Yarim tunda eri mast holda qaytib keldi. Eshikni qattiq yopib, Oydinga qaramay kiyimlarini tashlab yotib uxlab qoldi. U xotinga bir og'iz ham so'z aytmadi. Oydin o'sha kechasi tushundi. Uning hayoti endi shunday kechadi. Kunlar o'tdi. Bahodir aksariyat vaqtini tashqarida, do'stlari bilan kayf safoda o'tkazardi. U uyga faqat uxlash uchun, ba'zan esa pul olish uchun kelardi. Oydin bilan deyarli gaplashmasdi. Gaplashganda ham faqat buyruq berardi yoki ranjitardi. Senga otam shuncha pul to'lab uylantirdi, derdi u istehzo bilan. Hech bo'lmasa chiroyli o'tir, ko'zga ko'rinib qolma. Oydinning qaynonasi Munavvar xola undan ham battar edi. U kelinini hech nimaga yaramaydigan qilib ko'rsatardi. Bu qizning otasi qarzdor edi, derdi u mehmonlarga, Oydin eshitadigan tarzda. Biz rahm qilib oldik, yo'qsa bunaqa oddiy oilaning qizi bizga teng kelarmidi? Oydin hammasiga chidardi. U javob qaytarmasdi, faryod qilmasdi. U faqat sukut bilan kurashardi. Kechalari hamma uxlagach, u bog'ga chiqar, osmonga qarab Sardorni o'ylardi. U hozir nima qilyapti? Meni unutdimi? Yo'q, unutmasin. Hech bo'lmasa u baxtli bo'lsin. Oradan bir yil o'tdi. Oydin homilador bo'ldi. Bu uning yagona umidi edi. Balki bola tug'ilsa,
Bahodir o'zgarar. Balki bu uyda menga ham mehr bo'lar, deb o'ylardi u. U bolasi bilan gaplashardi, unga qo'shiq aytardi. Birinchi marta uzoq vaqtdan beri uning ko'zlarida bir nur paydo bo'ldi. Lekin bir kech Bahodir yana mast holda keldi. U pul talab qildi. Oydin yo'q ekanini aytdi. Bahodir jahli chiqib, uni turtib yubordi. Oydin marmar polga yiqildi. O'sha kechasi Oydin bolasini yo'qotdi. Kasalxonada, oppoq xonada yolg'iz yotarkan, u shiftga termulib qoldi. Ko'zlaridan jimgina yosh oqardi. Uning yagona umidi ham so'ngandi. Bahodir kasalxonaga ham kelmadi. Faqat qaynonasi keldi va u rahm qilish o'rniga shunday dedi: "Bir bolani ham eplolmading. Bekorga non yegan ekansan bu uyda." Oydin o'sha so'zlardan keyin ko'p kunlar gapirmadi. Uning ichidagi bir narsa, umid degan narsa butunlay o'lganday edi. Lekin chuqur, juda chuqur yerda bir uchqun hali ham yonardi va o'sha uchqunning nomi Sardor edi. Kasalxonadan qaytgan kuni Oydin oynaga qaradi. Oynada o'zini tanimadi. 21 yoshli qizning ko'zlarida 50 yoshli ayolning charchog'i bor edi. U sekin pichirladi: "Men hali tirikman. Demak hali umid bor. Bir kun bu zindondan chiqaman." U hali bilmasdi, bu bir kun qachon keladi va u kelganda qancha narsa o'zgargan bo'ladi. Ona uyidagi begona Oydin chidab bo'lmas darajaga yetganda bir kuni ota uyiga qaytdi. U onasini, otasini ko'rishni, ularning bag'rida biroz bo'lsa-da tasalli topishni istardi. Balki endi shuncha vaqt o'tib, ular uning ahvolini tushunar deb umid qilardi. U eshikni ochib kirganda, onasi Robiya uni quchoqlab yig'ladi. "Qizim, voy qizim, rangingga nima bo'lgan? Bunchalik ozib ketibsan." "Oyi", dedi Oydin titrab. "Men u uyda yashay olmayapman. U meni urdi. Bolamdan ayrildim. Qaynonam meni xo'rlaydi. Bahodir, u meni hech qachon sevmagan. Iltimos oyi, meni qaytib olib qoling. Men bu yerda sizning yoningizda yashayman. Hech narsa kerak emas menga. Faqat tinchlik bering." O'sha payt otasi Karim otaxonaga kirdi. U qizining so'zlarini eshitdi. Uning yuzi qattiqlashdi. "Bunday gaplarni qayta og'zingga olma", dedi u sovuq. "Sen xotini, erning uyi sening uying. Qaytib kelding deb butun el yurt nima deydi?" Karim ota qizini qaytarib oldi deb. "Mening obro'mchi? Akramboy bilan munosabatimchi?" "Obro'?" Oydin ishonmay otasiga qaradi. "Ota, men o'lyapman u uyda. Mening jonim haqida gapiryapman, siz obro' haqida gapiryapsiz." "Hamma ayol shunday yashaydi", qichqirdi Karim ota. "Sabr qil. Erkak kishi ozgina aysh qiladi, keyin tinchiydi. Bola tug'sang hammasi o'zgaradi. Bor, uyingga qayt." Oydin onasiga qaradi. Yolvorib qaradi. Hech bo'lmasa siz oyi deb yolvorardi uning ko'zlari. Lekin Robiya ona boshini quyi soldi. U eriga qarshi chiqolmasdi. U faqat jimgina yig'lardi. O'sha lahzada Oydin tushundi. Bu uyda ham unga o'rin yo'q. U bu dunyoda butunlay yolg'iz. Na eri, na otasi, na onasi. Hech kim uni himoya qilmaydi. U o'z dardi bilan o'zi qolgandi. U sekin o'rnidan turdi. Ko'zlarini artdi va birinchi marta ovozda bir qat'iyat bilan dedi: "Mayli ota, men qaytaman. Lekin bir kun kelib, siz bu so'zlaringizdan afsus chekasiz. O'sha kunda men sizdan hech narsa so'ramayman. Faqat menga bergan bu hayotingizni eslang." U chiqib ketdi. Karim ota orqasidan qarab qoldi. Uning qo'llari titrardi. U haq emasligini chuqur ichida bilardi. Lekin g'urur, obro', va'da, bularning hammasi otalik mehridan ustun kelgandi. Oradan 6 oy o'tdi. Robiya ona kasal bo'lib qoldi. Yuragi. Vrachlar uning kunlari sanoqli ekanini aytishdi. O'lim to'shagida u faqat bir narsani, qizini ko'rishni istardi. Oydin xabar topib yugurib keldi. Onasining qo'lini ushlab tiz cho'kdi. "Oyi, men keldim. Mana, keldim." Robiya ona qizining yuzini ko'zlari bilan paypaslab zo'rg'a so'zladi. "Qizim, meni kechir. Men seni himoya qila olmadim. Qo'rqoq edim. Erimga qarshi chiqolmadim. Sening ko'zlaringdagi o'lik nurni ko'rib turib jim qoldim. Bu mening eng katta gunohim.
Narigi dunyoda men buning javobini beraman. Oyi, unday demang. Eshit qizim, onasi uning qo'lini mahkam ushladi. Hayot bir marta beriladi. Agar bir kun baxtga yo'l ochilsa, ikkilanma. Mendek qo'rqoq bo'lma. O'z baxting uchun kurash. Va'da ber menga. Oydin yig'lab bosh irg'adi. Va'da beraman, oyi. Robiya ona jilmaydi va o'sha jilmayish bilan ko'zlarini yumdi. Boshqa ochmadi. Oydin onasining jonsiz qo'lini bag'riga bosib uzoq yig'ladi. U endi yana bir yaqin insonidan ayrilgandi. Lekin onasining so'nggi so'zlari, o'z baxting uchun kurash, uning qalbiga muhrlanib qoldi. U hali bilmasdi, bu so'zlar bir kun unga qanchalik kuch berishini. Dafn marosimida Oydin bir chetda turardi va o'sha payt olomon orasida uzoqdan bir tanish qomat ko'rindi. Bir lahza ko'rinib, yana g'oyib bo'ldi. Oydinning yuragi jupillab urdi. Bu Sardormidi? Yo'qmi? U ishonolmadi. Lekin o'sha qisqa lahzada uning ichidagi o'chgan uchqun yana bir bor lopillab yondi. Yillar o'tib, yillar o'tdi. Oydin uchun har bir yil 10 yilga teng edi. U Bahodirning uyida, oltin qafasda, sukut ichida yashayverdi. Bahodir o'zgarmadi, aksincha, battar bo'ldi. Uning qimor o'yinlari, ichkilik, tungi hayoti hammasi avj oldi. Akram boyning boyligi sekin-asta kamayib borardi. Oydin esa o'zini bir narsaga bag'ishladi. U qishloq maktabida bolalarga dars bera boshladi. Bahodir buni xohlamasdi, lekin Oydin birinchi marta o'z so'zida turdi. Men ishlayman. Bu mening yagona nafas olish joyim, dedi u. Maktabda, bolalar orasida u o'zini tirik his qilardi. Bolalarning kulgisi, ularning beg'ubor ko'zlari, bularning hammasi unga yo'qotgan farzandini eslatardi. Lekin ayni paytda tasalli ham berardi. Sardorchi? Sardor o'sha to'y kunidan keyin qishloqqa qaytmadi. U shaharda qoldi, o'qishini tugatdi, muhandis bo'ldi. U ishladi, mehnat qildi, vaqt o'tkazdi. Lekin uning yuragida hech narsa o'zgarmadi. Onasi unga necha bor uylan dedi. Qancha sovchilar keldi, qancha go'zal qizlar taklif qilindi. Sardor hammasiga bir xil javob berardi. Yo'q ona, men uylanmoqchi emasman. Nega bolam? Yig'lardi onasi. Yoshing o'tib boryapti. Sen butun umringni shunday yolg'iz o'tkazasanmi? O'sha qiz endi boshqaning xotini. Uni unut. Sardor derazadan tashqariga qarardi. Ona, yurakka buyruq berib bo'lmaydi. Men uni unutolman. Uni unutish o'zimni unutish bilan barobar. Mayli, men yolg'iz o'tay, lekin yolg'on bir baxt qurib, boshqa qizning hayotini ham buzmayin. U yolg'iz yashardi. Kichkina kvartira, kitoblar, ishi va xotiralar. Uning stolida bir narsa bor edi. Quritilgan o'lcha guli. O'sha bahordan qolgan. U buni kitob orasida saqlardi. Ba'zan kechalari uni qo'liga olib, uzoq qarab o'tirardi. Bir kuni taqdir g'ildiragi yana aylandi. Sardorning onasi og'ir kasal bo'lib qoldi. Uni shahar kasalxonasiga yotqizishdi. Sardor onasining yonida kun-tun edi. O'sha kasalxonada, o'sha kunlarda Oydin ham bor edi. Bahodir mast holda mashina haydab, baxtsiz hodisaga uchragandi. U yengil jarohat olgandi, lekin Oydin uni parvarish qilish uchun kasalxonada edi. Va bir kuni kasalxona koridorida ikki taqdir to'qnashdi. Oydin choy olib kelish uchun bufetga ketayotgandi. Sardor onasiga dori olib kelayotgandi. Ular koridorning o'rtasida bir-biriga ro'para keldilar. Bir lahza, faqat bir lahza. Lekin o'sha bir lahzada 12 yil to'xtab qolganday bo'ldi. Oydin to'xtadi. Qo'lidagi stakan titrab ketdi. Sardor qotib qoldi. Uning ko'zlari katta-katta ochildi. Oydin, pichirladi u. Ovozi zo'rg'a chiqdi. Oydin javob bera olmadi. Tomog'iga bir narsa tiqildi. Ko'zlari yoshga to'ldi. U bu yuzni 1000 yil o'tsa ham tanirdi. Bu o'sha Sardor edi. Bir oz qarigan, sochlariga oq oralagan, lekin ko'zlari o'sha o'zgarmagan, mehrli ko'zlar. Ikkalasi ham bir necha soniya hech narsa deya olmay, faqat bir-biriga termulib qolishdi. So'zlar keraksiz edi. Ularning ko'zlari hamma narsani aytib turardi. Armonni, kutishni, so'nmagan sevgini. Nihoyat Oydin zo'rg'a so'zladi. Sardor, sen bu yerda nima qilyapsan?
Onam kasal, dedi u. Senchi? Erim, baxtsiz hodisa. Yana sukut. Keyin Sardor ovozi titrab so'radi. Sen baxtlimisan, Oydin? Oydin bu savolga javob bera olmadi. U faqat boshini quyi soldi. Va o'sha sukut eng achchiq javob edi. Sardor hammasini tushundi. Uning yuragi o'rtaldi. Men ketishim kerak, dedi Oydin shoshib, ko'zlarini artib. Xayr, Sardor. U burilib ketmoqchi bo'ldi, lekin Sardor bir qadam tashladi. Oydin, kutib tur. U to'xtadi, lekin orqasiga qaramadi. Men seni unutmadim, dedi Sardor sekin, lekin aniq. 12 yil, bir kun ham emas. Men hali ham o'shaman. Oydinning yelkalari titradi. U bir og'iz ham aytmay tez yurib ketdi. Lekin koridor burchagiga yetganda u devorga suyanib, qo'li bilan og'izni berkitib ovozsiz yig'ladi. 12 yillik to'plangan dard, armon, sevgi hammasi bir zumda otilib chiqdi. O'sha kechasi ikkisi ham uxlay olmadi. Ikki yurak bir shahar ichida, bir-biridan bir necha ko'cha narida bir xil narsani o'ylardi. Demak, u hali ham meni sevadi. So'nmagan olov keyingi kunlar. Ular kasalxonada tez-tez uchrashadigan bo'lishdi. Avvaliga tasodifan, keyin ataylab. Koridorda, bog'da, bufetda. Ko'p gaplashmasdilar, faqat yonma-yon o'tirishardi. Lekin o'sha sukut ham ularga bir umrlik suhbatdek tuyulardi. Bir kuni kasalxona bog'ida eski bir skameykada o'tirishganda Sardor nihoyat so'radi. Menga hammasini aytib ber, Oydin. O'sha kuni nima bo'ldi? Nega sen mendan voz kechding? Men shuncha yil shu savolni o'zimga berib keldim. Oydin uzoq jim qoldi. Keyin birinchi marta butun haqiqatni aytdi. Otasining qarzini, va'dasini, o'zining qarshiligini, yozib bera olmagan xatini. Men senga xat yozgandim, Sardor, hammasini tushuntirib, lekin otam uni yuborishga qo'ymadi. Men seni tashlamadim. Meni sendan tortib olishdi. Sardorning ko'zlari yoshlandi. U yuzini qo'llari bilan berkitdi. Men shuncha yil seni meni unutgan deb o'ylamadim. Lekin ba'zan kechalari balki u baxtlidir, balki meni allaqachon esdan chiqargandir deb o'zimni qiynardim. Sen bilan men senga shuncha yaqin bo'la turib. Bilaman, dedi Oydin. Men har kech osmonga qarab seni o'ylardim. Sen baxtli bo'l deb duo qilardim. Lekin yuragimning bir chetida u meni eslayotgan bo'lsin deb ham o'ylardim. Bu egoizm edi, bilaman. Lekin bu yagona narsa edi meni tirik tutib turgan. Sardor uning qo'liga qo'lini qo'ydi. Birinchi marta 12 yildan keyin. Oydin, men hech qachon uylanmadim, hech kimni. Chunki yuragimda faqat sen bor eding. Boshqa hech kimga o'rin yo'q edi. Oydin hayratdan unga qaradi. Sen uylanmadingmi shuncha yil? Yo'q, men seni kutdim, o'zim ham bilmasdan. Balki ahmoqlik qildim, lekin men boshqacha qila olmadim. Oydinning ko'zlaridan yosh oqdi. Bir inson 12 yil hech qanday umid bo'lmasa ham uni kutgan edi. Bu dunyoda kimdir uni shunchalik sevgan edi. Bu fikr uni bir vaqtning o'zida ham baxtli, ham vayron qilardi. Sardor, men xotiniman. Bu gunoh. Biz bunday qila olmaymiz. Bilaman, dedi Sardor og'ir nafas olib. Men sendan hech narsa so'ramayman, Oydin. Men faqat seni bir bor ko'rishni, ovozingni eshitishni istardim. Endi bunga erishdim. Bu menga yetadi. Sen huzurli bo'lsang bas. Lekin taqdir boshqacha hukm chiqargandi. O'sha kunlarda Bahodir kasalxonadan chiqdi. U yana eski hayotiga qaytdi. Bir kech do'stlari bilan mast holda tezlikda mashina haydab ketayotib, ko'prikdan uchib ketdi. Bahodir o'sha kechasi halok bo'ldi. Oydin bu xabarni eshitganda qanday his qilishini bilmadi. U yig'lamadi, lekin xursand ham bo'lmadi. Bahodir uni necha yillab xo'rlagan bo'lsa ham, u baribir bir inson edi va u ham o'z navbatida otasining noto'g'ri tarbiyasining qurboni edi. Oydin uning o'limidan keyin uzoq vaqt o'yga botdi. Biz hammamiz kimningdir xatosining qurbonimiz deb o'yladi u. Akramboy o'g'lining o'limidan keyin butunlay sindi.
Karim ota, Oydinning otasi esa qudasini yo'qotib o'g'liday ko'rgan Bahodirning o'limidan keyin birinchi marta butun bu fojianing kelib chiqishi o'zi ekanini chuqur angladi. Bahodirning dafn marosimidan keyin Karim ota qiziga yaqinlashdi. U keksaygan, sochlari oqargan, beli bukilgandi. U qizining oldida tiz cho'kdi. "Qizim", dedi u titrab, "meni kechir. Men sening hayotingni buzdim. Bir qarz, bir va'da, bir tutam obro' uchun men seni o'z qo'lim bilan do'zaxga itarib yubordim. Men eng yomon ota bo'ldim. Onang to'g'ri aytgandi. Men buni qanday tuzatishni bilmayman." Oydin otasiga qaradi. Uning yuragida g'azab yo'q edi. Faqat charchoq va achinish bor edi. "Ota", dedi u sekin, "men sizdan g'azablanmayman. Endi g'azablanishga ham kuchim qolmadi. Lekin men o'lim arafasida onamga bir va'da bergandim. O'z baxtim uchun kurashaman deb. Endi men o'sha va'dani bajaraman." Karim ota boshini ko'tardi. "Nima demoqchisan, qizim?" "Sardor", dedi Oydin. "U hali ham meni kutyapti, ota. 12 yil kutdi. Endi men unga boraman va bu safar hech kim meni to'xtata olmaydi." Karim ota uzoq jim qoldi. Keyin ko'zlaridan yosh oqib bosh irg'adi. "Bor qizim. Bu safar men senga oq yo'l beraman. Bu mening qila oladigan yagona to'g'ri ishim." Kechikkan baxt Bahodirning o'limidan 1 yil o'tdi. Motam vaqti tugadi. Sardor bir kuni qo'lida bir dasta o'lcha guli bilan Oydinning eshigi oldida turdi. U xuddi 12 yil oldingiday hayajonlanardi. Oydin eshikni ochdi. Sardorni ko'rib jilmaydi. Uzoq vaqtdan beri birinchi marta chin dildan jilmaydi. "Men o'sha savolni qaytadan so'ramoqchiman", dedi Sardor ovozi titrab. "Bir umr kutdim shu savolni qaytadan berishni. Oydin, menga turmushga chiqasanmi?" Oydinning ko'zlari yoshga to'ldi. Lekin bu safar bu quvonch yoshi edi. "Ha", dedi u. "Ha, Sardor. Bir umr aytmoqchi bo'lgan so'zim shu. Ha." Ular oddiy, kichik to'y qilishdi. Hashamat yo'q, qarnay-surnay yo'q, oltin liboslar yo'q. Faqat bir necha yaqin odam. Lekin bu to'yda, o'sha birinchi to'yda yetishmagan yagona narsa bor edi: muhabbat. Karim ota to'yda ishtirok etdi. U qizining baxtli yuzini ko'rib, bir chetda jimgina yig'ladi. Bu safar afsus va shukronalik yoshi edi. Sardor Oydinni o'z uyiga olib keldi. Kichik, lekin issiq uy. Sardor uni qanchalik ehtiyotlab, mehr bilan kutib olganini Oydin tushuntirib bera olmasdi. Har kuni ertalab Sardor unga choy damlab berardi. Har kech ular bog'da o'tirib gaplashishardi. Sardor uni hech qachon ranjitmasdi, ovozini ko'tarmasdi. U Oydinning har bir so'ziga quloq solardi, har bir kayfiyatini sezardi. Hayotida birinchi marta Oydin sevilayotganini his qildi. U o'zini qadrlanayotganini, ehtiyotlanayotganini, eshitilayotganini his qildi. Bu his shunchalik yangi va shunchalik kuchli ediki, u ba'zan tunda uyg'onib, bu tushmikan yoki o'ngmikan deb Sardorning yuziga qarab qolardi. "Sardor", dedi u bir kech, "men ba'zan qo'rqaman." "Nimadan, jonim?" "Bu baxtdan. Men bunchalik baxtli bo'lishga o'rganmaganman. Qo'rqaman, bir kun ko'zimni ochsam, bularning hammasi yo'q bo'lib qolsa." Sardor uning qo'lini ushladi. "Yo'q bo'lmaydi, Oydin. Endi men bor. Men seni hech qachon, hech kimga, hatto taqdirga ham bermayman. Biz juda ko'p narsani boy berdik. Endi qolgan har bir kunni baxtli o'tkazamiz. Va'da beraman." Oydin uning yelkasiga boshini qo'ydi. O'sha kech ular uzoq bog'da yulduzlarga qarab o'tirishdi. O'lcha gullarning hidi havoda tarqalgandi. Sardor hovliga bir olcha ko'chat ekkandi, o'sha eski daraxtni eslab. Oydinning hayoti nihoyat tinch va baxtli okeanga aylandi. Lekin o'sha okeanning tubida hech kim bilmagan bir narsa pusib yotardi. Yillar davomida to'plangan ruhiy azoblar, to'kilgan ko'z yoshlar, ovqatsiz o'tgan kechalar, urilgan kunlar. Bularning hammasi Oydinning vujudida iz qoldirgandi. Inson tanasi yurak va ruhdan ajralmas va Oydinning yuragi juda uzoq vaqt, juda ko'p azob ko'rgandi. Bir kuni ertalab choy damlayotganda Oydin to'satdan yiqildi. Sardor uni ko'tarib kasalxonaga olib yugurdi.
Vrach tekshiruvlardan keyin Sardorni xonasiga chaqirdi. Uning yuzi jiddiy edi. Sardor aka, dedi vrach sekin. Men sizga ochig'ini aytishim kerak. Oydin opaning yuragi juda zaif. Yillar davomida og'ir stress, kuchli ruhiy bosim, bularning hammasi yurakni ichdan yedirgan. Holat juda og'ir. Bizning qo'limizdan kelganini qilamiz, lekin tayyor turgan ma'qul. Sardorning oyoqlari bo'shashib ketdi. U devorga suyandi. Yo'q, pichirladi u. Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Biz endigina topishdik. 12 yil kutdik. Bu adolatdan emas. Iltimos doktor, nima bo'lsa qiling. Mening hamma narsam, pulim, uyim, jonim, hammasini beraman. Faqat uni qutqaring. Vrach uning yelkasiga qo'lini qo'ydi. Biz harakat qilamiz, Sardor aka. Lekin siz unga qolgan vaqtni baxtli o'tkazib bering. Bu hozir eng muhim narsa. Sardor xonaga kirdi. Oydin oppoq yostiqda yotardi, yuzi oqargan, lekin ko'zlarida o'sha o'zgarmas nur bor edi. U Sardorning yuzini ko'rib, hammasini tushundi. U doim ko'ngilchan edi. Bilaman, dedi u sekin jilmayib. Sen menga aytishing shart emas. Men o'z tanamni sezaman. Oydin, Sardorning ovozi yorildi. Yig'lama, dedi u, qo'lini cho'zib uning yuzini siladi. Iltimos, yig'lama. Men shunchalik baxtliman, Sardor. Bilasanmi nega? Chunki men nihoyat sening yoningda ekanman. Men butun umrim shu kunlar uchun kurashdim va men ularga erishdim. Boshqa nima kerak menga? Menga sen kerak, dedi Sardor yig'lab. Yana 50 yil, yana 100 yil. Men senga to'ymadim, Oydin. Oydin uning qo'lini bag'riga bosdi. Bizning sevgimiz, dedi u, vaqt bilan o'lchanmaydi, Sardor. Biz bir-birimizni 12 yil uzoqda sevdik. Endi nechta kun qolgan bo'lsa, biz uni shunday sevamizki, u 100 yilga arziydi. Sevgan bag'rida Oydinni uyga olib kelishdi. Vrachlar boshqa qila oladigan narsa qolmagandi. Endi faqat vaqt qolgandi. Sanoqli, qimmatli kunlar. Sardor o'sha kunlarni Oydin uchun jannatga aylantirishga harakat qildi. Har kuni ertalab u Oydinni bog'ga ko'tarib chiqardi. Ular o'sha kichik o'lcha ko'chati tagida o'tirishardi. Sardor unga kitob o'qib berardi, qo'shiq aytardi, eski kunlarni eslashardi. Sardor, esingdami? Derdi Oydin zaif ovozda. Biz bolaligimizda o'lcha daraxti tagida o'tirib, kelajak haqida orzu qilardik. Sen uy quraman, men bog' yarataman degandik. Esimda, derdi Sardor ko'zlariga yosh olib. Mana, men uy qurdim, sen bog' yaratding. Biz orzu qilgan hayotni yashadik, dedi Oydin jilmayib. Faqat juda kech va juda qisqa. Lekin yashadik, Sardor. Buning o'zi bir mo'jiza. Kunlar o'tdi. Oydin tobora zaiflashardi. Lekin uning jilmayishi so'nmasdi. U hech qachon shikoyat qilmadi. Hech qachon nega men demadi. U faqat shukronalik bilan har bir nafasni baxt deb qabul qilardi. Karim ota har kuni kelardi. U qizining yonida o'tirar, uning qo'lini ushlar, jimgina yig'lardi. Oydin uni yupatardi. Ota, o'tgan ishga salovat. Men sizdan rozi bo'ldim. Yuragingizda gina bilan yashamang. Men baxtli ketyapman. Buni biling. O'sha so'zlar Karim otaning yuragini ezdi, lekin ayni paytda yengillashtirdi ham. Qizining kechirimi uning yagona tasallisi edi. Bir kuni kuz kuni edi. Havoda salqinlik, osmon tiniq edi. Oydin o'sha kuni o'zini biroz yaxshiroq his qildi. U Sardordan iltimos qildi. Meni bog'ga olib chiq, o'lcha tagiga. Sen bilan o'tirgim kelyapti. Sardor uni ko'tarib, o'lcha ko'chati tagiga olib bordi. Yumshoq adyolga o'rab, o'z bag'riga oldi. Oydin uning ko'kragiga boshini qo'ydi. Uning yuziga oqshom quyoshning mayin nurlari tushardi. Sardor, dedi u sekin. Men sendan bir narsa so'rayman. Ayt jonim, nima bo'lsa. Men ketganimdan keyin yig'lab yashama. Yana yolg'iz o'tirma. Sen meni butun umring kutding. Endi o'zing uchun yasha. Va'da ber menga.
Sardorning ko'zlaridan yosh to'mdi Oydinning sochiga. Men bunga va'da bera olmayman, Oydin. Lekin men senga boshqa narsani va'da beraman. Sen mening yuragimda har doim, har kun yashaysan. Men seni hech qachon unutmayman. Sen mening yagona sevgimsan. Birinchisi va so'nggisi. Oydin jilmaydi. U boshni ko'tarib Sardorning yuziga uzoq qaradi. Go'yo o'sha yuzni ko'ngliga muhrlab olayotganday. Bilasanmi, pichirladi u. Men hayotda ko'p azob ko'rdim. Ko'p yig'ladim, ko'p xo'rlandim. Lekin agar menga qaytadan tug'ilasanmi, lekin Sardorni uchratmaysan deyishsa, men rozi bo'lmagan bo'lardim. Chunki sen bilan o'tgan bu bir necha kun butun o'sha azoblarga arzigulik. Sen mening hayotimning ma'nosi eding, Sardor. Sen menga baxt nimaligini o'rgatding. Quyosh ufqqa botayotgandi. O'lcha shoxlari shabadada sekin tebranar, atrofga mayin soya tashlardi. Bir qush allaqayerda sokin kuy aytardi. Sardor, dedi Oydin ovozi tobora pasayib. Meni mahkamroq quchoqla. Men charchadim, biroz dam olmoqchiman. Sardor uni mahkam quchoqladi. Yuragi to'lib ketgandi, lekin u yig'lamadi. U Oydinning so'nggi daqiqalarini ko'z yosh bilan emas, mehr bilan to'ldirmoqchi edi. Dam ol jonim, pichirladi u. Men shu yerdaman. Men hech qayoqqa ketmayman. Sen tinch uxla. Men seni qo'riqlayman. Oydin jilmaydi. Uning yuzida butun hayotida bo'lmagan bir osoyishtalik bor edi. U Sardorning yurak urishini eshitardi, sekin, barqaror, mehrli. Bolaligida o'sha olcha tagida orzu qilgan tovush. U shu tovushga quloq solib, ko'zlarini sekin yumdi. Sardor, dedi u so'nggi marta deyarli eshitilmas ovozda. Men baxtliman. Va o'sha so'zlar bilan uning nafasi sekin tindi. Uning yuzidagi jilmayish esa qotib qoldi. Abadiy, osoyishta jilmayish. Sardor uni quchoqlagancha qotib qoldi. U Oydinning tinchib qolganini sezdi, lekin u qimirlamadi. U faqat uni mahkamroq bosdi va boshini uning boshiga qo'ydi. Men ham baxtliman, Oydin, pichirladi u ovozi titrab. Sen meni butun umrimga yetadigan baxt bilan to'ldirding. Bor jonim, tinch ket. Men seni har kun, har soat, har nafasimda kutaman. Bu safar men seni kutaman. Quyosh botdi. O'lcha shoxlari osmonga qaradi va o'sha bog'da sevgan insonining bag'rida butun umri davomida birinchi marta chin baxtni his qilgan bir ayol abadiy uyquga ketdi. Uning yuzida na alam, na armon, na og'riq qoldi. Faqat tinchlik, faqat osoyishtalik, faqat sevgi. Chunki u nihoyat uyga qaytgandi, sevgisining bag'riga. Aytishlaricha, Sardor o'sha bog'dagi o'lchani umrining oxirigacha parvarish qilgan ekan va har bahor o'lcha gullaganda u daraxt tagida o'tirib sekin shivirlarkan. Ko'rdingmi, Oydin, yana bahor keldi. Sen sevgan bahor. Va aytishlaricha, har gal shabada eskanda o'lcha gullari sekin to'kilib uning yelkasiga qo'narkan, go'yo bir ayolning mehribon qo'li kabi.